boshqa qismi. Men 306 bo'yicha kriz o'rganib yaqinda yo'qdim. 312 bo'lim hamcha, yangi qaror bilan imtiyozli kriz bo'lsa yana bersalar menimcha foydalanadi. Qaysi bankdan olgandingiz? 306 dan. Anchadan beri Qancha so'mlayapsiz? eskisi 80 million edi. Uni yopildi kecha. Muammo bo'lmay, oy-oy daromadi nima qilib? Ma'lumotlar yo'qdi. Mana shu turni ishlatib, oldiriq yopib, endi kattaroq summa qilamiz. Oxir imtiyozi o'ziga foydalanadi. Garovlar bormi? Garov bo'ladi. Nima muammo bo'lyapti hozir? Murojaat qilganmi yo murojaat qilganmi? Kirtlar yopdi endi 312 son bo'yicha qancha tarif shu. Hozir muammo yo'q. Hujjatlar olib kelasiz. Muhtar beramiz. Muammo yo'q. Ana firmani nomini ham qaytayapman. Restroy Gold ishlayapti. Telefonni aytmayman. 94 deydi. 494 70 nomi. Siz hozir yopilib, Yopiladi. qachon yopdingiz? Biz dushanba kuni. Dushanba. Hozir hujjatlar bilan birlamchi hujjatlar bilan nima qilyapsiz? Shug'ullanyapsizmi yo hali Aytgan mana kecha bugun endi kelamiz. O'shandan hozir karantin beramiz deganmiz, lekin nima to'siq bo'lyapti? Hozir bank tomonidan hech qanday to'siq yo'q. hozir to'siq masala deganimizga masala aytaman. Agar masala bo'ladigan bo'lsa, mana bog'laringizda bizning telefonimiz agar kerak bo'ladigan bo'lsa 944 16 229 44 16 bemalol chiqib o'sha bog'larni yo'qotishingiz mumkin. Ana shunday o'sha uchrashuvda shunaqa masala bo'ldi, shu masalada qaryapmiz bank hanuzgacha bir effektni ish qilmayapti yo boshqa bo'lyapti degan mazmunda agar qandaydir to'siqlik bo'ladigan bo'lsa bemalol chiqib murojaat qilsangiz mumkin. Qolaversa keyin tadbirkorlar qo'llab-quvvatlash bo'yicha vakil ishtirok etib o'tiribdi. Hamma narsani joyida o'zini yo'nalishingiz bo'yicha aniq ishlarni qiladigan bo'lsangiz bu ham qarab turmaydilar, sizlar nima qiladi? Birlamchi hujjatlar aytilgan 309 880 134. Muammo bo'lmaydimi ishlashga? muammo yo'q. Birlamchi hujjatlar tahlil bersa to'g'ri. Ko'p cho'zmaslik kerak agar lazima qiladigan bo'lsa, yechimini qilib, doimiy yaxshi tadbirkor sifatida ishlab kelayotgan bo'lsa, to'siq bo'lmaydigan qilib ishni hujjatlashtirib jarayonni nima qilish kerak. Yana kimda nima masala bor? Masalasini aytgancha Hamma rahmat nomizlarga sog' bo'ling. Bu ish bir binoni oldik hozir jihozlashni ozgina yo'lga qo'ysalar. Kim yatibdi aytdim? Rahima shaxsda. Telefon raqamingiz? 93 462 31 Jihozlash shunday. Masobilsa. Xo'p, qaysi marka so'roqlar? Qancha kredit olmoqchi bo'lyapsiz? Büyüse 100 milyon. 100 millionga o'sha nima deydi? Garov yog'rovni ta'min qilasizmi? Do'kon bormi? Do'kon ijarami? Ijara. Ijara bu shu yangi do'kon oldik, ijara shartnoma bilan oldik. Ularga endi o'sha 312 lar nima bo'lmaymi? 100 milliongacha berish mumkin. Hozir dastlab nimasi monitoring ham ro'yxatdan olgan chiqdi. 300 son qarorga asosan hujjatlarni dastlab monitoring qo'lga joylarni olgan chiqdik hozir. Bu hujjatlar faqat endi savdo xizmatini ko'rsatyapti, savdo-sotiqda shuni qo'shimcha jihozlash uchun ajrash rejalashtiryapmiz hozir. 312 tartibga tushadimi o'sha narsa? Mana shu jihozlashdan uni polkasini, nimasini, o'sha morozelkalari, kondyorlari o'zini qo'shimcha postoy nimasi bor.
Çöz yapılgan, şu icazlamoqchi, qo'ldirmoqchi. Muammo bo'lmaydimi? Ya muammo bo'lmaydi. Yechimi bormi? O'sha nimani arasida? Yechimi bor. Endi 100 milliongacha garoz nima qilingan, hozir 50 million chiqarsammi deb nima qilib. Qaranglar, maksimal nima qilib, yordam berib, yana nima deydi? Bir oydan keyin ham yechim bo'lmay, ertanmadan chiqarmay, muammo bo'lmasmi o'rtada? Ismingiz nima edi? Faxriyor. Faxriyor. Erta bugun Faxriyor shunaqa bo'ladi, viloyatdan kelib turib, mana shunaqa va'dalar beruvdingiz deb ular nima qilib, biz ham rahbariyat nomidan kelib o'tiribmiz. Shuning uchun to'g'ri tushunib, to'g'ri taqdim qilinglarda, hamkorlikda ishlaymiz. Aytilgan hujjatlar vaqtida bersangiz, o'zlaringizda harakat bo'lsa, bular ham to'siq qilmay normal ishlashadi. Rahmat o'qi, o'rgatgan uchun. Yana kimda nima masala bor? Assalomu alaykum. Navoiy aka. Men mebel ishlab chiqarish bo'yicha 312 sonli qaror bilan 100 million kredit kerak edi stanok qurish uchun. Hisob raqamlar. Hisob raqam. Kim dedingiz? Navoiy gap etdi. Norif Oybek oldindan o'zi murojaat ham qilmaganmisiz? Yo'q, yo'q. Birinchi marta murojaat qildim. Norif Oybek bilan eshitgan. Telefoningiz-chi? 94 370 400 30 nolu